Assalom. Kitap o'qish munberiga xush keldingiz. Hozir anglaydiganınız danlıq yazgıcımız Halida İsroil Appayining Ona daryoni izlab nomli hikoya, povest, nasr va maqolalar to'plamiga kirgizilgan asar Ona daryoni izlab. Ziyorat xotirasi. 2 bölüm. Svenheden Tarım daryosida kemi bilan uzib Lopnorning Yangi ko'l degan yeriga kelganda daryo suyi tamoman muzlab ketganlikdan olg'a ilgirlashga amalsiz qoladi. U hamrohlari bilan qumushdan ombar, eg'il, mehmon kutadigan choyxonalarni yasab, chedir tikib bu yerni bargohga aylantiradi. Kishilar uning bargohini to'ri salgan uy deb atishadi. Savdo qiladiganlar bu yerga yig'iladi. Әріз дады барлар Svenhedenni izlab keladigan bo'ladi. Hatto mal setib yurgan Buxaralik savdogarlarmi bu yerga keladi. Svenheden bu yerda bir mezgil unutilg'usiz kunlarni o'tkazgandan keyin 1900-yilining bahorida Lopnor ko'liga yurish qiladi. U va uning hamrohlari hayotlikdan asar yo'q qumliqda xeyli kunlar mangadi. Bir kuni ularning oldiga bir do'ngda 3 ig'isliq ko'na yog'och uy uchraydi. Svenheden bu yerdan qadimiy pul, palta, rasm o'yilgan taxta qatorliqlarni topadi. U bargan seri qo'yiqlashayotgan gugum qo'ynida sharqiy janub tarafda qad ko'tarib turgan bir necha do'nglikka qarab qo'yib, ixtiyorsiz holda elib olgan suv bilan oziqlikning kundan kunga oz qilayotganligini o'ylaydi. Ular әтсі әттегенде yo'lga chiqib, yerim yo'lga kelganda o'zlari uchun bahmon zurur bo'lgan Gürjekning oqshomqi xarobalikda unutilib qolganligini bayqaydi. Bu peshkanlikning amaliyotda omad farishtasining bisharati ekanligini kimmi o'ylasin. Gürjekni akalgili ketgan O'rdak ismli yo'l boshlig'ichi әтсі saharda kishilar uning hayotidan umidini uzgan bir paytda hayajon ichida yetib keladi. Aslida Gürjekni elib qaytishida bo'ronda ezib qilib, bir do'nglikning tubida bo'rondan panohlangan. Bo'ron to'xtagandan keyin o'rnidan turib, oyog'i ostida shaldirlab turgan tangi pullarni, ajoyib nafs rasmlar o'yilgan taxta parchalarini ko'rgan. Bir necha qadam oldiga minib, umrida ko'rgan har qanday xarobalikqa selishtirg'usiz nurg'un uylarni bayqagan. Svenheden u ilib kelgan pullarga ajoyib nafis o'yma rasmlarga qarab, birdilla qizirib, hayajondan o'zini bosolmay, shu hamon orqasiga qaytmoqchi bo'ladi. Ammo bu chaqda faqat bir kunla yetgudak suv qolganligini, atrofidagi shuncha odamning hayotini o'ylab, yana turib qoladi. U ikkinchi yili Shizangdan qaytib, barliq o'y fikrini asir qilib olgan bu xarobalikka kelganda o'zining bekor hayajonlanmaganligini, bu qitimqi muvaffaqiyatining arxeologiya sohasidagi mislsiz muvaffaqiyat ekanligini his qiladi. U o'z-o'ziga: "Men shuningga ajablanaman. Nima uchun bizning Shvetsiyada men Kroranda bayqagan tarisha putuklar va qog'ozlardan qadimiyroq biror obida yo'q?" deydi. Shvetsiyalik tilshunos Gunnar Yaring apandi u elib borgan asar-atqilarni tadqiq qilish orqali bu shahar xarobasining nomi Kroran ekanligini isbotlaydi. Svenheden bu muvaffaqiyatlari badaliga dunyoga to'nilgan ekspeditsiya cho'lponiga aylanib, Stockholm yurtida necha 10 minglagan yurtdoshlarining gullarga ko'mib qarshi elishiga, podshoh, bosh vazir qatorliqlarining qabul qilishiga va yuksak bahosiga erishgan. Podshoh Gustav, sizning tirishchanligingiz orqasida Shvetsiyaning nomi dunyoda hurmatga sazovor bo'ldi, degan. Ammo Lopnorlik o'rdak bo'lsa, umrini namoratchilik ichida is deraksiz o'tkazgan. Oradan 34 yil o'tganda Şinjan'a qaytib kelgan Svenheden o'rdak bilan yana ko'rishgan. U shu haqda yozgan maqolasida yashinib qolgan, to'rqidan namratlik chiqib turgan o'rdakning o'g'li bilan billa otga minib kelganligini mundaq tasvirlagan.
Buvay qirg'oqdan kemaga tushib oldimga keldi. Ko'ziga liqqida yosh olganicha qo'limni mahkam tutib oldi. Jafoliq yillar uning olqinida qilin qadoqlarni paydo qilgan edi. U haqiqatanmi o'rdak edi. Men bu qadinas do'stimga sapsilib, yillarning jabr jafosi uning chiroyida qoldirgan belgilarni ko'rdim. U bakmo yodonqo edi. Peshonasini cho'nqur qo'rib qaplagan. Soqoli ushluq inigida esilib turardi. Turqidan bak ojizlab ketganligi chiqib turardi. O'rdakmo qadinas do'stiga cho'nqur hissiyat bilan tikilib, 32 yilning oldida siz cho'qim kelaman degan edingiz. Biz sizni bak uzoq kutdik, lekin siz kelmadingiz. Ayni chog'dagi chakarlarning ko'pi o'rib ketdi. Yashavatqanlarmı bar. Men oxiri siz bilan ko'rishaliganligimdan bak xursandman degan. Sevinheden uning samimiy do'stligidan ta'sirlanib, qo'liga qalam ilib, o'rdakning rasmini chizib olgan. Bu rasm hozirgacha saqlanmoqda. Lopnor nahiyasidagi Cho'nkul chorvachilik fermasining oyig'i tarafidan o'tadigan Tarim daryosi bo'yiga ketayotganimda, ashu ajoyib sopdil, sodda, do'stlikni aziz ko'radigan jahonga mashhur bebaho madaniyat meroslarining tunji boy qo'g'uchisi turuqliq namratlik ichida yashab olamdan o'tgan o'rdakni o'yladim. Targ'ini tash yo'ldan harva qo'l terakturi yoki velosiped haydab o'tib turadigan, chiroyi oftobda kuyib qaradigan, yangiq so'ngiga bo'rtib chiqqan loqnorliqlarning hammasi mening ko'zimga Sevinheden sızgan rasmdagi o'rdakka o'xshab ketadigandek tuyuldi. Nahiyadan yiroqlagancha yo'lning ikki tarafida onda-sonda ko'zga tashlanadigan kent mahallalarining o'rnini top-top qumush, yantoq ham yulg'un bosgan qumliq cho'l egalladi. Mashina derisidan benzin puraqi aralash cho'l havosi yuzga urilatdi. Yiroqda cho'lning o'tirsida neft quduqlarining jozilari, seriq bersin chedarlari, gürkirab mengib yurgan dala mashinalari ko'zga tashlanadi. Yo'l bo'ylarini Lopnor yavi kandirining tövanga qarab ichiladigan holrang gullari qaplab ketgan edi. Ba'zi yerlarda o'simlik shunchalik jiq ediki, jiroqdan go'yo cho'l ustini qo'yib holrang tuman qaplagandek ko'rinadi. Ferma o'rganida to'xtab, bizni daryo bo'yiga boshlab boradigan bosh ma'arif kadirini elib oldik. Umu inchka, egiz bo'y, terisi qizg'uch, qaramtil kelgan, engak va yangoq so'ngaklari bo'rtib chiqqan tipik lopnorliq edi. Mashinamiz fermadan chiqib 100 metrdek tuz yo'lda mang'andan keyin to'qayliq orasidagi agri-bugri yo'lga tushdi. Yo'lg'onlar sarg'ayib ketgan qumushliqlardan o'tib, bara-bara qo'yuq to'g'raqliq orasiga kirib ketdik. Anda-sanda yap-yeshil baraxsan o'sgan to'g'raqlarni hisobga olmaganda, ko'p qismi usti yap-yeshil tursimu, osti yoki yerimi qurishga boshlagan o'ttira yoshdan yuqori to'g'raqliqlar edi. Yer yuzini qoplagan o't-cho'plar tamoman sarg'ayib ketgan edi. O'yman yerlarda ko'zda yayloq sug'arganda hosil bo'lgan ko'lchaklar saqlanib qolgan bo'lib, ba'zilari xelali cho'ng edi. Ko'lchaklarning ustida bira-bira yavi o'rdak, beli qolg'ushlar ko'zga chilqib qoladi. Tuyuqsiz yo'l bo'yidagi o't-cho'p orasidan oq aralash qo'ng'ir ranglik ikki qush paloqlab uchib chiqdi. "Hongir degan mana mushu" deb tonishtirdi yo'l boshlig'ichimiz. "Ilgari bundaq qushlar bak ko'p bo'ladigan, hozir ozlab ketdi." "Boshqa hayvonlarchi, bu atrofda boshqa hayvonlarmi bormi?" deb so'radim. "Hozir ancha uchirmas bo'lib ketdi. Odam ko'payib, jangallar shalanglab ketdi emasmi?" Ilgari bu atrofda uchar qush, yovvoyi hayvonlarning ko'pligini to'la anglaydik.
Sivinheden qiyıq bilen Tarım daryasida ketib etib, qirg'oqdagi qo'yuq qo'mushliq orasida ürkümey jimjit qarashib turgan cho'nglari qara, kichiklari qo'ng'ir kelgan bir to'p qavanni. Kemining atrofida baxuduk uzib yurgan yovg'ozlarni. Qirg'oqdan lip-lip ko'rinib qoladigan, kemining yenidanla uzib, neriqi qirg'oqqa o'tib ketadigan kiyiklarni. Bir tulkining qirg'oqqa yaqin uzib ketayotgan bir yovg'ozni xeyligacha marab mang'anligini ko'rgan. Uchburjak bo'lib sap tortib, chuvuldishib issiq taraflarga, Ganga daryosi bo'ylariga uchib ketayotgan yovg'ozlar to'pining uzunligi necha 100 yardga yetadiganligini tasvirlagan. U yana qumliqda ketib etib, qaramtul kelgan intayin chappas bo'yirlarni, qum barxanlari orasida 20-30 lab o'tlab yurgan yov to'gilarni, helili mengib o'tgan yelpiz ham yo'lbosning izlarini ko'rgan. Qapqan orqali yo'lbos ovlag'chilar bilan uchrashib, ulardan yo'lbos terisi setib olgan va uni Stokgolmdagi uyiga isib qo'ygan. U qumliqdagi muqaddas ham esil zoda hayvon yovi to'giga ajoyib zo'qlangan va qumliqda och qilish xavfida turgandimi, ashu to'gilarni ovlashga naqadar qiyolmaganligi to'g'riliq ajoyib ta'sirlik ham go'zal xotirlarni qoldirgan. Tarım yo'lbisi to'g'risidagi eng oxirgi ma'lumot 1940-yillarning oxirida Gomindaning mushu atrofda turishliq bir Len askarining bir yo'lbosni qo'g'lab, qo'rshab o'ltirganligi bo'lsa kerak. Ana shundan keyin bo'libmi 1950-yillardan keyin Tarım vodisida yo'lbosning nasli qurgan. Taklimakan qumlig'i garchi intayin qurg'oq, ekologiya sistemasi ojiz rayon bo'lsa-mu, uningda mavjud bo'lib kelayotgan qadimiy suv sistemasi, bo'libmi Tarım daryosi suyining sinishi bu qumliqda hayotlikning ko'p xil bo'lishdek aloyligini shakllantirgan. Şinjanning yovvoyi hayvonlar mutaxassisi Yuan Guyin Şinjandagi yovvoyi hayvonlar degan kitobida Şinjanning qumliq rayonlarida yo'lbos, bug'a, bo'ra, tulka, yovi mushuk, langman taqtaq, yovi to'ga, qo'ng'ir eyiq, oq yilpiz, yovi eshak, yovi qo'tas, jaran qatorliq 125 xil yovvoyi hayvon. Oqqu, yovg'oz, qirg'ovul qatorliq 364 xil qush, 618 xil o'milig'uchi, 20 ming xil qurut qo'ng'iz bor ekanligini, bularning nasli qurib ketganlaridan boshqa mutlaq ko'p qismining yo'qolish girdobida turayotganligini yozgan. Bu qurlarni yozayotgan chig'imda ko'z oldimda Tarım vodisidagi qurib ketgan to'g'roqliq, yalang'och qumliqda, qumning o'tdek harorati ostida tanho qolgan insonning ichinishliq, g'ayrib holati ko'ringandek bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda Nuh alayhissalom to'g'risidagi qadimiy rivoyatni esladim. Yer yuzini to'pon balasi qoplab ketayotganda, u nima uchun kemisiga bola chaqinlarini emas, dunyodagi barliq jonliqlardan bir juftini elib oldi. Qaraganda insonlar kunda degidek anglab turadigan bu rivoyatning ma'nosini zo'r badalsiz to'nib yetolmasi kerak. Daryo tarafga yaqinlashgancha yo'l bo'ylaridagi egiz qum do'nglarining ustida qumushdan yasalgan yo'g'on satmaga o'xshab ketadigan molcha uylar uchrashga boshladi. Lopnurliq chorvachilar odatda mushundaq uylarda o'ltirdi. Shundaq uylardan birining oldiga kelganimizda uy egalari oldimizga kelib bizni uyga taklif qildi. Sirtdagi o'choqqa bir necha kishi uzun yulg'un zixlarga o'tkazilgan go'shtlarni kavob qilib pishirib atdi. Satma uyning to'ridagi supaga kigiz ko'rpalar selingan bo'lib, ko'rpalarda Nahiylik chorvachilik idorasining boshlig'i, Mal doktorlik punktining boshlig'i qatorliqlar va Xinjiang Yeziglik universitetining bir professori bilan yosh bir o'qituvchi bor ekan. Bu ikkilan bu yerda qo'ylarning naslini yaxshilash,
kala sortini yenilash, go'sht, sut miqdorini ko'paytirish siniqi ilib berib etibdi. Yosh yigit bu chatjangalda chorvachilar orasida davomli turadi ekan. Bugun yerlik kishilar ularga rahmat aytish uchun mol so'yib, ularni mehmon qilib etibdi. Amaliyotda lopnorliklar naiti mehmondo'st keladi ekan. Har qanday mehmonni uyga taklif qilib, e'tiborlab mol so'yib kutib olish bugungi kunda ularning odati ekan. Biz so'rindikilarning qisqishi bilan dasturxonga keldik. Dasturxonga pishirilgan go'sht, kabob, non qatorliqlar tizilgan edi. Professor, yumaloq qizil yuzlik, xushchaqchaq kishi bu yerda suvning qisliqi, daryo suyining ochiqligi, shunga botulkalarga qachilab setiladigan mineral suvni qayintib ichayotganligini aytdi. Keyin parang tabiiy holda gazet televiziya ustiga o'tkaldi. O'ltirganlar professor bilan shogirdining amgikini ta'riflab, bizda mushundaq ahamiyatli ishlarni qilayotganlarmi ko'p, lekin gazet televizorlarda mundaq kishilar xabar qilinmayotdi, deyishdi. Ularning so'zlarini anglab, qumluq cho'lda chorvachilar orasida oylab, yillab turib, un-tunsiz to'kpi yartayotgan bu kishilar to'g'riliq biror narsa yezishni, ular bilan ko'proq so'zlashishni o'ylab qoldim. Ammo beab edi. Uning ustiga yo'limiz xeyli bor. Daryo bo'yiga berib kelguncha qorong'i tushib ketishi mumkin edi. Biz xo'shlashib, yana yo'lga tushdik. To'g'raqliq, qumbarqalari orasidan so'zilgan agri-bugri yo'l ba'zida tariyib ketsa, ba'zida o'ymonlarga tushib ketadi. Mashina to'xtamay sakraydi. Ba'zida qo'yuq to'pi ichida mang'atdik. Gahi buz to'puliq ustiga qumush o'sgan do'nglar, gahi qamg'oq tikanliklar o'rin olmishib turadi. Turibla yam-yeshil gelandek yumshoq chimanlik, yonbag'irlar uchrab turadi. U yer bu yerda o'tlab yurgan to'p-to'p qo'ylar ko'rinadi. Daryo tarafga yaqinlashganda havo salqindab, to'g'raqliq bilan yeshillab qo'yuqlashdi. Yosh to'g'raqlar silkatlik, yap-yeshil, ajoyib ko'rkam edi. Yovi kandirlarmi boshqacha ichilib, atrofni bir tutash qizg'ish tusga kirgizib atgan edi. Bir chaqda yo'l boshlig'uchimiz: "Keldik, ana ovi yer daryoning qishi shu", dedi. Men quloqimga ishonmay qoldim. Hayvatlik Torim daryosi rostila shumi? Uning o'rkishi, gurkirashlarkini. Daryo emas, o'zdanmi sharqiraydi-ku. Kelin to'g'ra qumushliq orasida Torim daryosi tep-tinch, shovqinsiz, yavaşlık bilan eqivatadi. Umumiy kengligi 20 metrga yetmaydigandek qiladi. Yana kelib 10 metrgacha yerning cho'nqurligi qanchalik? U munamal. Torim daryosi rostila mushumi? Men o'z-o'zimdan so'rayotgandek yana bir qitim takrorladim. Engishib, süp-süzük suvni qo'limga olgan chig'imda vujudimni hayajon qopladi. Uzoqdan buyon talpingan ona daryoning bo'yiga kelgan turuqliq uning hayot baxsh suyini qiyib ichmay qandoqmi ketalishi mumkin? Suvni og'zimga oldim-yu, darhol tükürdüm. Suv zahardek ochiq, sho'rliq edi. Bu Torimning suyi emas, Torimning ikki tarafidagi zaykashlarning suyi, dedi yo'l boshlig'uchi. Undaqda Torimning suyi. U oroldan tortib Dashihay suv ombargacha bo'lgan oraliqdagi cho'ng-kichik suv omborlarda, sonsiz to'sma damba ichiqlarda, to'xtamay ichilayotgan bo'z yerlarda. Bu yurtga qolgani bo'lsa, Zaysu. Bu noyining Qarchiga yezisida Torimning suyini ichgan hayvonlar o'lgan.
Bu suda sug'urgan ziroatlar qurigan. Bu hargizmi rivoyat yoki to'qilma emas. Biz daryo bo'yidan qaytib, yo'l bo'yida yengidan ichilib, kevas terilgan bo'z yerlarni ko'rdik. Biroq suv ochiq bo'lganlikdan maysilar toza oynay olmagan edi. Hamsafarlarning aytishicha, bu yerning qitiqi alayda tamlik bo'ladi ekan. Biz qitiq ichmoqchi bo'lib, bir qum dövisi ustidagi uy oldida to'xtadik. Mashinaning gurildigan ovozini anglab, uy egalari, tambal, o'ttir bo'y malchi bilan oq yuzlik, semiz, uzun oq ro'mol selib olgan ayol oldimizga chiqdi. Ham bizni ochiq chiroy bilan uyga taklif qildi. Biz qitiq ichibla ketadiganligimizni aytsaqmi, uyga taklif qilib chin turib oldi. Malchilarning odati shundoq, ular bek mehmon do'st, dedi shofir. Mehmon do'st. Men bu so'zni bek ko'p anglagan. Yolg'iz malchilarla emas, biz Uyg'urlar hammamiz ajoyib mehmon do'st. Hay, bu mehmon do'stligimiz. Satmaning bir chetidagi o'choqda go'sht qaynab o'tdi. To'rikka bir put yangidan so'yilgan go'sht isib qo'yilgan edi. Satmadagi supida bizdan boshqa yana 3-4 mehmon bor bo'lib, ular qo'shni mahalladan kelgan yoshlar ekan. Uy egalari ikkiliganga go'sht elib, birlaganni mehmonlarning oldiga, birini bizning oldimizga qo'ydi. Ayol ikkisi tagada qo'l baqlab turib, to'rga chiqarib qo'yilgan mehmonlarni, ya'ni bizni hadab go'shtga zo'rlaydi. O'zlarining chiroyidan qo'rsqining ochliqi, qurib gaz baqlab turgan lavlardan go'sht sho'rpi degannimi kunda ko'rib turmaydiganligi chiqib turadi. Nemishqidir ko'nglim bir qism bo'lib qoldi. Qiziq choydan o'tlab o'ltirib, ichidigan suvni nadan akiladiganligini so'rdim. Basma quduqimiz bor, quduq suvi ichimiz, dedi malchi. Mallarni quduq suyida sug'uramizlar? Daryoning suvi bilan sug'uramiz. Qo'y degan tilsiz, yavash maxluq, ishmay amal yo'q, deb kuldi malchi. Tarimning suvi ilgirimi mushundoq ochiqmidi? Dunyoda tarimning suyidek tatliq suv yo'qmidi mekin deyman, dedi malchi. Ilgari suv bek ko'p edi. Qiyniga patmay mushu orliqcha oqatdi. Hamma yerda cho'ng-cho'ng ko'llar, buloqlar bor edi. Daryo bo'yidagi to'g'roqliq, to'qayliqlarning qililiqidan o'tmakdas edi. Osmonda xilma-xil qush, yerda mol chorva, yobi to'shqan, bug'umaral, suvda beliq deganlar patmay yuratdi. Ajoyib yurt edi bu. Nihoyatda so'zman bu odamning ohangidan o'tgan kunlarni seg'inish, shundoqla yana ajoyib cho'nqur hasrat, bechorlik to'kilib turadi. Bu qo'lidagi esil narsasini yo'qotib qo'yib, umrlik hasratda qoladigan kishilarda bo'ladigan tasvirlash qiyin bir holat edi. Biz uy egalari bilan xo'shlashdik. Qo'shni mahallalik yigitlarmi uzat chiqdi. Uy egalarining qo'shni mahallaga yotliq qilingan qizi mehri issiq yosh kelinchak mashinamizga chiqib oldi. Mehmon yigitlarning ikkisi motosikletlik, birsi otliq kelgan ekan. Motosiklet bilan ot bir vaqtda chepishga boshladi. Qarag'anda yigitlar baslashayotganda qiladi. Dastlabda ot ilgirlab ketdi. Ot ustida yepishib o'ltirgan yigit otni bo'lishiga choptirmoqda edi. Otmi xeyli yugurik ot ekan. Tangma-tang holat xeyli uzoq davomlashdi. Motosiklet o'ng'il-do'ng'il yo'lda kuchab olg'a etilatdi. Yo'l sal siliqlashgandan keyin motosikletning sur'ati tezlashdi va otdan o'tib ketdi. Otliq yigit tuz yo'lni tashlab pakar qum dövilar orasiga kirib ketdi va
Bir pasdan keyin ushtum tut motosikletning xeyli oldidan chiqib, cho'ng yo'l tarafga qarab ketdi. Hammamiz kulishdik. Yosh kelinchak faxrlangan ham tortingan holda kulib o'ltiradi. Aslida otliq yigit uning eri ekan. Ferma organida yo'l boshlig'ichi bilan kelinchak tushib qoldi. Qarong'i tushishga boshlagan edi. Biz bu yerda uzoq turmay, nahiya bozorga qarab yurib ketdik. Qumluq tash yo'lida mangsimiz, Bögörning janubidagi qumluqda qatar-qatar tizilgan neft quduqlarni, taraf-tarafga tutashgan yo'llarni, mukadek o'tishib turgan mashina, avtomobillarni, qumluq o'tirsida qad ko'targan zamonaviy binolarni ko'rsiz. Çölning u yeri bu yerda egiz to'ribining uchida lavildab kuyib-atgan tabiiy gaz xuddi qumluqqa o'rinlashtirilgan g'oyat zo'r olimpik mash'allaridek bu yerda xuddi misli ko'rilmagan cho'ng ko'lamlik musobaqa, gigant mashina odamlarning musobaqasi bo'lib-atgandek tuyg'u berdi. Har qanday musobaqa oxirlashadi, lekin bu musobaqa oxirlashmaydi, balki texmi qiziydi. Çünkü bu tarım neftligini ichish, g'arbiy rayonni ichish musobaqasi. Tarım vodisida bundaq neftliklar, quduqlar azaymaydi, balki texmi ko'payadi. Taklimakan qumliqi ostidan o'rkashlab turgan 70 milliard tonnadan ortiq neft kishilarning nazaridagi o'lik dengizni umid dengiziga, dunyo bo'yicha eng cho'ng neft ombiriga, 21-asrdagi Paris qo'ltiqiga aylantirdi. Tekshirishlarga asoslanganda bu yerdagi neft yer shari umumiy neft zapisining 3dan 1 qismini egallaydi ekan. Tabiiy gaz zapisi 8 trillion kub metr bo'lib, Amerika tabiiy gaz miqdorining 2 hassasiga barobar ekan. Neftlik echilgan 11 yildan buyon tarım neftchilari jafoliq kurash orqali tarım neftlikini dunyodagi birinchi darajalik neftlikka aylantirdi. Yaqinda yana tarım uymanligidan 470 milliard kub tabiiy gaz zapisi aniqlandi. Bu sonlari kishini naqadar xushal qildi, ilhomlantirdi ha? Biroq bu yerda masala yanada suvga berib taqildi. Odatda 1 tonna neft tartib elish uchun 10 tonna suv ketadi. Her tonna neftni pishiqlash uchun 20 tonna. Aylangan suv miqdorini chiqarib atgandimi 1 tonna suv ketadi. Undaqda hozir tarım neftligining yillik ishlab chiqarish miqdori qanchalik? 2 million tonna. Demak, tarım daryosining suvi borgan sir azlab ketayotgan ahvolda münasibetlik xodimlarining mushundaq ketaversa, yana bir necha yilda tarım daryosi neftligini suv bilan ta'minlamasligi mumkin deb andish qilishi o'rinsiz emas. G'oyat zo'r mash'allari kech-kunduz lavildab yenib turg'ashqimi, kishining nafsini bo'qqidek issiq bilingan neftlik jiraqti qoldi. Endi yo'lning ikki yiqi qurigan ham qurishqa boshlagan shalom to'g'raqliq edi. Bu chinqi tushda qaqjiragan tuproq, tinjiq havo, qurigan to'g'raqlar kishida sehrkesh harg'inlik paydo qiladi. Yo'l mangsa tugamayotgandek bilinadi. Daryo tarafga yaqinlashgancha qip-qizil ichilib ketgan yo'lg'onlar uchrashqa boshladi. Qaqas cho'llikda uchtum-tut paydo bo'lgan bu go'zallikdan kishi hangdan qoladi. Ixtiyorsiz ko'zini uzolmay qoladi. Bara-bara ikki tarafimizdagi to'g'raqlar yeshil tus oldi, ham quyuqlashdi. Keyin to'g'raqlar yo'qib, uning o'rnini kevazlik egalladi. Shu asnoda yangi bozorga kelib qoldi. Neftlik ham qumluq tash yo'li bilan barliqqa kelgan bu bozorning ikki tarafi qatar ketgan oshxona, magazin, remontxona degandeklar bilan to'lgan edi. Oshxonaning oldida uzun yo'lliq yo'lovchilar avtobusi,
mashina pikaplar to'xtab ketgan, yo'l bo'yi oshxonlardan chiqib atgan naqshi muzik sadosi, xo'jayinlarning xaridor chaqirishlari, moto ovozi, umuman tosh yo'l bo'yidagi kichik bozorda bo'ladigan hamma ovozlar bilan to'lgan edi. Bozordan 100 metr yiroqlikda Tarib daryosi cho'ng ko'prigi qad ko'tarib turadi. Jiroqdan qaraganda u xuddi daryoga qo'nib turgan g'oyat zo'r ham uzun ajdahoga o'xshaydi. Uning oyog'i ostida asli qinining ozli bir qismida tep-tinch, g'alsiz, kichik orollarni paydo qilib eqiyotgan Tarim daryosi bo'lsa, kishini sal umidsizlantirib qo'yadi. Kelkun vaqtida kelgan bo'lsangiz, boshqacha manzara ko'rgan bo'lardingiz, dedi hamrohlari. Men uning tumuz aptipida sarxush bo'lib tavlanib, jiroqlargacha so'zilib yotgan dal daraxtsiz tog'ir qirg'oqlarga birpas qarab turdim. Tövanga tushib, qirg'oqning sal pokizroq yerda zo'ngzuyib o'ltirib, o'chimimga suv oldim. Ishman, bu suv maynat ham tuzliq. Og'zimga ozroq suv elib, yana tükürevettim. Bu qitimqisi Lopnurdagidek ochiq bo'lmasa-mu, xeyli tuzliq edi. Buning sababini Tarim daryosini boshqarish idorasining bu yerda turishliq daryo boshqarish punktining mas'uli ta'minlagan ma'lumotlar tushuntiradi. 1999-yili iyunda Tarim daryosining minerallashish darajasi 10,6 gram her litrga yetib, ishlatadigan suvning davlat belgilagan minerallashish o'lchamidan 10 hassa ishib ketgan. Sho'rilish darajasi ig'ir rayonlarning sug'urishga ishlatadigan suyining minerallashish darajasi mu davlat belgilagan o'lchamdan 5 hassa ishib ketgan. Yana munosabatli materiallarda aytilishicha, Tarim daryosidagi Zaykash suyining ko'p qismi yuqori iqimdan, ya'ni Qumquduq, Sajinri sug'urish rayonidan, Ögen daryosi sug'urish rayoni va Oqsuv daryosi sug'urish rayonidan qo'yib beriladi ekan. Uning ichida Aral sug'urish rayonidan qo'yib beriladigan Zaykash suyi eng ko'p bo'lib, bevosita Tarim daryosi qo'yib beriladi ekan. Bu 4 rayonning necha 100 million kub zay suyi Tarim daryosining suyini ig'ir darajada bulg'agan. Tarim vodisida yer usti suyila emas, yer osti suyumu ig'ir darajada minerallashib ketgan. Lopnurliq heliqi chorvachi aytgandek, Tarim daryosi dunyo bo'yicha suyi eng tatliq daryolarning biri edi. Bir necha yüz yil ilgari yozilgan G'arbi diyor sayohat xotirasi nomli xanzuch kitobda Tarim daryosining suyi cho'nqur, suzuk ham tatliq ekan deb yozilgan. 1958 yilga qadar Tarim daryosi suyining minerallashish darajasi 1 gram her litrdan ishib ketmagan. Bu yerdagi birdan bir sabab nüfusning favqulodda tez suratda ko'payib, yerlarning qarog'ularcha haddidan ko'p ichilganligidir. Faqat 1949 yilidan 1992 yilgacha Tarim vodisida nüfus 2 hassa, terilg'u yer 1 hassa ko'paydi. Undan keyin hammaga ayon sabablar tufayli ko'payish sur'ati texmi tez bo'ldi. Daryo boshqarish punktining mas'uli bizni Tarim daryosining janubidagi xususiy dehqonchilik maydonlarining kevazligiga boshlab bordi. Necha 10 ming mo keladigan, chetiga ko'z yetmaydigan bu kevazliklar son-sanoqsiz yeshil to'g'roqlarni, yolg'on va boshqa yepinchi o'simliklarni yo'qotish hisobiga ichilgan edi. Uning ustiga suvning sho'rlashib ketganligi sababidan bo'lsa kerak, biz ko'rgan yerlarda kevaz ancha aynamagan. Mushuncha mala yerning bir necha yilga bormay tashlanib, qo'mlashib ketadiganligi mana men deb ko'z ko'rinib turadi. Munosabatli o'rinlar ta'minlagan materiallarga qaraganda, bu yerdan Chorag'icha 400 kilometrlik doirani buzib, yer ichish ahvoli nihoyat og'ir ekan. Bu rayonning 200 ga yaqin suv tortish punktidagi 500 suv pompasi Tarim daryosining suyini xohlagancha tortib ketdi ekan.
Шаяр наисida yaqinqi yillarda ichilgan Janubiy Tarim taraqqiyot rayonida 120 ming mo terilg'u yer bor ekan. Bu yerdagi 20 mingga yaqin turaqsiz aholi asosan ichkiri o'lkalardan kelgan xususiy bo'z yer ochquchilar bo'lib, yer qalaymiqan ichilib, kevaz bak ko'p terilaverganligi, atrofida mudofaa o'rmini bo'lmaganligi, aslidagi o'rmonlarmi yo'qotib etilganligi uchun ekologiya yig'ir darajada buzg'unchilikqa uchragan. Hozir bu yerda qum bo'ron borgan sari kuchayib qolmay, keng doiralik quruq ofat yuz bergan. Shunday qilib 20-asrning oxirgi 10 yilga kelganda qadimiy Elbek Tarim daryosi birdilla holsizlanib madordan ketdi. U xuddi qiyni sho'rab tugatilgan quruq tanga, qaqshal bo'lib ketayotgan daraxtga o'xshab qoldi. Yaqinqi yillardan buyon daryoning har qaysi qismlarida orqa-orqadan suv uzilib qelish hodisasi yuz berdi. Buning ichida 1999-yili 17-18 iyulda Tarim daryosining 88% qismida yuz bergan suv uzilib qelish hodisasi daryo tarixidagi eng cho'ng suv uzilib qelish hodisasi hisoblanadi. Daryo suyuning ozlab ketishi muqarrar holda yer osti suv o'rnining tuvallab ketishini, yepinchi o'simliklarning qurib ketishini keltirib chiqaradi. Yepinchi o'simliklarning qurib ketishi bo'lsa, aslidagi turaqli qumni turaqsiz qumga aylantiradi. Ish mushibeti taraqqiy qilaveradigan bo'lsa, oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Olimlar bizni qurg'oq rayonda sun'iy ekologiya, tabiiy ekologiyaga tayinib, uning muhabbisati ostida mavjud bo'lib turadi. Sun'iy ekologiya sistemasining qurg'oqlikqa taqobil turish iqtidori asli qumliq ekologiya sistemasidan ko'p tuvan bo'lg'achqa, buzg'unchilikqa uchrash, qumlashib ketishdan iborat tabiiy qonuniyatdan qutulib ketolmaydi deb ogohlantirdi. Ular yana qalaymiqan quduq qazish tufayli kelib chiqqan suv o'rnining tuvallab ketish hodisasi to'g'risida bizni mundaq ogohlantirdi. Yer osti suyini ko'plab ishiltish xatarlik. U qayta barliq kelmaydi. Kan boyliqlariga o'xshash qanchalik ishlatsa, shunchalik xo'raydi. Cho'nqur qatlamdagi suvni ishiltish muqarrar holda yer osti suyining tuvallab ketishini keltirib chiqaradi. Bunda holatda o'ngshimoq behtas. Hozir Jungo bo'yicha yer osti suyi haddidan ortiq tortib chiqarilganlikdan suyi o'rni tuvallab ketgan o'ymonlikdan 145 bor. Bu o'ymonliklarning ko'lami 158 ming kvadrat kilometrga yetadi. Ba'zi o'ymonlarning markaziy suv o'rni 60-80 metr cho'nqirlab ketgan. Ba'zi shaharlarning yer yuzi o'ltirishib ketib, ig'ir oqibat paydo qilgan. 2001-yil aprel oylarida men bu qurlarni kesayotganimda Urumchida qattiq bo'ron chiqyapti. Qatma-qat binolar to'sib qololmagan bo'ron dahshatli huvlab, eshik derizlarni taraqshitib, elini tozalab surtib qo'ygan uylarni birdamdala to'pig'i ko'mib, to'xtamay chiqyotgani bir hafta bo'ldi. Bu yil atyozda boshqachalar o'rlab ketgan temperatura bo'ronning chiqishi bilan birdilla tuvallab ketdi. Dastlabki yomg'ir seriq mo'ldir, orqadan to'pa aralash qor yog'di. Qiziq yeri, kiyimlaringizdagi qorni qiqivatsangiz, sarg'uch yepishqoq to'pib qoladi. Xabar tepishimcha, bir necha kundan buyon Xinjiangning hamma yerida bo'ron ofati yuz berib, temperatura ko'rinarlik tuvanlagan. Chaqiliq noisida bo'ron kuchi 8 balga yetib, temperatura 8 gradus tuvanlagan. Nahiyaning dehqonchilik, chorvachilik ishlab chiqarishi ig'ir darajada ziyonga uchragan. Borgan sari ko'payayotgan, kuchayayotgan tabiiy ofat oldida ixtiyorsiz o'ylanmay tura olmaymiz. Bu tabiatning jazosimi? Oqshimi bo'ronning derizlarini taraqshitishiga quloq selib yetib, uzoqcha uxlay olmadi. Ashu bir ayda chaqiliqdan tortib Oqsuning Orol rayonigacha bo'lgan safarimda ko'rgan anglag'anlarim.
Ay şarığı o'xshash chang to'zon o'rlab turadigan qurg'oq janub yezilari. Traktor, to'pa ishtirish mashinalarining oyig'i ostida qarsildab yiqilayotgan to'g'roqlar, qaqshal to'g'roqlar, Tarım daryosining qurigan izlari, qum bosgan uylar, etislar ko'z oldimga keladi. Gohi bu manzarlar Prjvaliskiy 1889-yili suratlagan haqiqiy kun tushmas ibtidoiy o'rmonlar bilan Svenhedenning sayohat xotirasidagi qo'yuq to'g'roqliq, qumushliq orasidagi qadimiy daryoda ketayotgan Angliya pasonidagi yasidaq kema, daryo o'tirsidagi loy orollarga qo'nib elib, bu yo'chun kemini ko'zlari bilan uzitib qolgan semiz ham kalampay beliq olg'uchlar, yerlik to'rlarini suvga cho'ktiribla birdamda beliq tutadigan beliqchilar. Daryo bo'yidagi o'rmonliqda 7-8 ming, hatto 10 minglab qo'ylarni beqib yurgan molchilar bilan orlashib, giralashib ketadi. Ularning hech qaysisi mening xiyolim, tasavvurim emas, balki haqiqat edi. Men ixtiyorsiz o'zimga savol qo'ydim. Bu safarimda ko'zlagan maqsadimga yeta oladimmi? Ona daryoni izlab topa oladimmi? Topa olgandek qilaman. Ammo ona daryoning hayot baxsh suyidan bag'rim qonig'icha icha oladimmi? Shayar nahiyasining Tarım yezisidagi to'pa bosgan qo'yuq to'g'roqlardan o'tdim. Bu to'g'roqlar bu qitimqi safarimda ko'rgan eng qo'yuq ham yeshil to'g'roqliq. Tarım daryosining bo'yiga borganimda laylimi ko'vrik yenidagi past qirg'oqda zo'ngzuyib o'ltirib, suvni o'chimimga olganimda yana bir qitim bu suvni ishkili bo'lmaydi, ochiq ham degan so'zni angladim. Bu qitimqisining ta'mi Yangi bozorninkidan yaxshiroq bo'lsa-mu, yanada bo'lgan edi. Oxirgi qitim orolda Tarım daryosini yana bir qitim ko'rdim. Ammo bu qitim markazdan kelgan yez egilik pan texnika xodimlari o'ltirgan avtobusga chiqib olganim uchun qirg'oqqa tusholmadim. Daryoning birer kilometrdan oshadigan qishiga nazar solg'ach, ikki o'lkalardan kelgan mutaxassislarning Tarım daryosining suyining bak oz ekanligi to'g'risidagi mulohizalarini anglab o'ltirdim. Eli daryosi bo'ylarida cho'ng bo'lgan bir Uyg'ur mutaxassis qiziqchilik qilib, Tarım daryosi naqadar cho'ngdi debdiq, aslida bir o'zdan ekan-ku, deb hammamizni kuldirib o'tgan edi. Xiyolimni markaziy televiziya stansiyasida berilayotgan Tarım daryosining to'van iqimiga bu yil yana suv qo'yib berilganligi to'g'risidagi xabar bo'lib o'tdi. Xabarni anglab bo'lib, xiyli yengillab qolgandek bo'lib qoldim. Bu qitim qo'yib berilgan suv to'vanki iqimdagi 215 kilometr doiraga yetib borgan. Kishini xo'shal qiladigani markaz va Shinjongdagi nurg'un pan texnika xodimlari, rahbarlar, suv ishgan quduqni unutma deydigan nurg'un oq niyat kishilar Tarım daryosiga ko'ngil bo'ldi. Tarım daryosi uchun yo'l mangdi. Tarım daryosi uchun nurg'un ishlarni qildi. 1991-yili Tarım daryo vodisi boshqarish komiteti orqadilla Tarım daryosini boshqarish idorasi qurilib, Tarım daryosini jiddiy tuzash loyihasi o'tirg'a qo'yildi. Markazdan yerlikcha har darajalik rahbarlar, pan tadqiqot xodimlari va boshqaruvchilardan tarkib topgan tekshirish guruhlari Tarım daryosi vodisida ko'p qitim amaliy tekshirish, tadqiq qilish orqali nurg'un foydali fikr takliflarini berdi. 1994-yili Tarım vodisi suv va suv boyliq manbalarini boshqarish vaqtliq belgilamasi o'tirg'a qo'yildi. Dünya Bankasının hamkorlashishidagi Tarım daryosini tuzash oldingi mazgillik tayyorlik turlari va Tarım daryosi g'o'l iqimining tuvanki iqimidagi yeshil koridorga jiddiy suv yetkazish qurilishi. Orqadan Tarım o'ymonligi sug'urish va muhit ikkinchi qavatli qurilishi yo'lga qo'yildi.
Abnum rayon rəhbərlərinin bevasitə köngül bölüşü, Tarım Dərya Başquruş İdarəsindəkilərinin tirişçanlığı bilan 1995 yıldan tartib tövən iqimğa 2 qitim su yetkizib berildi. Bultur Abdunum rayon 3 yıl içinde kevaz teriladigan yerni 3 milyon mo qisqartib, o yerde asaslıq orman əhya qilishni qarar qildi. Bayınğılın Mongol Abdunum oblastımı 5 yıl içinde teriqçılıqdan boşıgan 700 min mo yerde orman bina qilishni, 330 min mo yerde ot çöp östürüşni, Aksu vilayeti Tarım Deryasının 2 qırğıqıga 1 milyon mo ekologiyalik orman bərpa qilishni o'tirg'i qo'ydi. Tarım Deryasını her taraflama tüzeş layihəsiga asaslanganda Tarım vadisida ekologiyalik sistema qurilishi asas, su boyliqini muvafiq taqsim qilish yadro qilinib, su boyliqini bir tutash boshqarish va o'rinlashtirish kuchaytirilib, suv ishlatishni nazorat qilish, boshqarish yo'lga qo'yiladi ekan. Tuzlanlikdagi suv omborlari qisqartirilib, tog'liq rayonlarda tizginlash xarakteridagi suv omborlari quriladi ekan. G'ol iqlim rayonida suv tejash muhim nuqta qilinib, suv singmas o'stanlar ko'paytiriladi ekan. Etiz eriqlardagi yurishlashgan qurilish ko'lami tamomlandi ekan. G'ol iqin rayonida daryo qinini tuzash muhim nuqta qilinib, G'ol iqinning 2 qirg'oqida suv boshlash to'smasi, qirg'oqni asrash, tizginlash aslahalari quriladi ekan. Teriqchilikdan bo'shagan joylarga ko'cha tikilib, o't cho'p terilib, cho'l qumliqdagi o'rmonni asrash, o'tloq suhbatini yaxshilash ishga oshiriladi ekan. Yerim asrdan buyon qarog'ularcha qizg'inlikning, nodonlikning, oshko'zlikning qurboniga aylanib, jini tumshqaga kelib qolgan Tarım daryosi tunji qitim erkin nafas oldi. Biroq buzg'unchilik qilish oson bo'lgani bilan uni asliga keltirish ancha oson emas. U bizdan samimiy niyat bilan amaliy tirishchilik ko'rsatishni, texi nurg'un badal to'lashni talab qiladi. İnsan tabiat qo'ynida yaralgan. Tabiat qo'ynida turib, uningga tayinib yashab kelgan. Tabiat insoniyat mavjudligining asosi. Lekin insonlarning nodonlik davri bakmo uzun so'zilgan. İnsanlarning tabiat to'g'risidagi bilishi va uningga ko'ngil bo'lishimi bak keyin boshlangan. Pan-texnik taraqqiy qilgan dunyo, jamiyat uzuksiz olg'a ilgarilayotgan bugungi kunda insonlar o'zining ishlab chiqarish va turmush shakli, tabiat bilan bo'lgan munosabati ustida qoida va astoydil o'ynashi lozim. Yer shari ekologik muhitining o'zgarishlari to'g'risida bosh qotirayotgan insoniyat ko'p xil tanlashga duch keldi. Hozirgi zaman kişilərinin ehtiyacını qandırış bilan bir vaqtda keyingi avlodlarning ehtiyacını qandırış iqtidoriga xavf yetkazmaslik. Bu birdan-bir tanlashimiz bo'lishi kerak. Bugungi kunda shuni to'nib yetibatimizki, insonlarning tabiatdan to'xtovsiz elishini odam bilan tabiat mos holda billa turishga o'zgartish. Muhim nuqtani suv manbasini taqsimlash, tejash, qo'g'dashga o'zgartish. Ehtiyojiga qarab ta'minlashni, bekitishni, ta'minlashga qarab ehtiyojini bekitishga o'zgartish. Xalq egiligini taraqqiy qildirish, o'rinlashtirishini va planini suv boyligining ahvoliga qarab bekitish. Boshqarish jihatdagi fikr yo'lida bo'lib qolmasdan go'zal atiga ega bo'lishdagi ideya jihatdagi uyg'onish hisoblanadi. G'arbni keng ko'lamda ichish jarayonidami? Ichish taraqqiyot planini boylik manbasining ahvoliga ta'minlashga asosan ekologik tamponliq va avlodlarning manfaatini nazar tutgan asosda tuzib, qarog'ularcha bo'lib talash, buzg'unchilik xarakterlik etishdan, tarixiy xatoliklarimizni takrorlashdan saqlanadigan bo'lsak, go'zal kelgusi cho'qim bizning bo'ladi. Men bir tush ko'ribdiman. Tushimda qurib qaqshali bo'lib ketgan bir daraxt yashiribdi. Uning eng uchida havo rangli ajoyib go'zal kristal gul echilibdi. Bu faqat bir tush xolos.
2001 17 aprel Ürümçi. Mikrofon aldıda Nuriye Rahman. Maqalga kiriştirgen muzikini Dilfuraz Xani işlegen. 2020 21 fevral Şveysariyanın alt tağ tizmeleri bağrıga jaylaşkan Verkoren tağlıq kentide ünge elinip tayarlandı.